Mamlakatimizda bugungi kunda prezidentimizden Sadir Ho'jayevichning bergan topshirmasi negizinde jana o'zining ko'zomoli negizinde to'liq bo'ydan kriminalga jana korrupsiyaga qarshi kurash yurgizilib o'tadi. Kriminalga qarshi kurashni qaysi bir etabini biz bitirdik. Bugungi kunda men kriminalning müchosiman. Men o'sha yerda OPG'man, je qiyinman, banditman, birovniki tartib olaman degan adam jo'q qilsa qoldi. Anday adamlar bo'lmaydi tag'i bundan nari. Bundan nari mamlakatimizda erkin yashash bo'ladi. Kimdir biri uyushib olishib turib, birovlarning bizneslerini tartib olib, birovlarning bizneslerini jamanlik qila turgan adamlar bo'lmaydi. Anday yoshlarni biz keskin turda mizon chegini javob tartamiz. Mana shu yerda huquq qo'rg'ov organlarining yetakchilari turasizlar. Bardıq yerni qarag'ili. Agarda shunday adamlar chiqa turgan bo'lsa, ma'lumotni bergili. Hech kimden bugungi kunda mamlakat taysaldabay. Alardan qattiq so'qqisini uramiz. Ana sirtqari, mana hozir korrupsiyaga qarshi kurash. Korrupsiya bu qayoqda? Korrupsiya bu negizinin mamlakatda ishlagan chinovniklarning orasida bo'ladi. Bundan nari mamlakatda ishlagan chinovniklar qaysi bir dengelde korrupsiyaga qatnasha turgan bo'lsa, hech narsasini qaramay javob tortamiz. Mamlakatning byudjetini talab to'lab jegenler, mamlakatga ziyon keltirganlar, elning juniko elning rizqisini qo'l solganlardan bardığını javob tortamiz. Xudoy buyursa, junikoy adamlardan jirg'al yashowga jeta turgan zamoni yaqindan kelib qoldi. Junikoy adamlarga shart tuzishimiz kerak. Yani chinovnik chidasa ishlash kerak. Mamlakat xizmatda. Mamlakat xizmatda ishlaganga chidamaymi? Anda axırınçılığı özünün biznesini qilish kerak. Biroq mamlakatning byudjetini qo'l solib urdayn deganlarga biz yo'l bermaymiz andayga. Ушунун бардыгы урматтуу президентибиздин көзөмөлүнүн алдында болуп атат.